Allah'tan dilimizdeki gaplarımızga cevap verib yashayotsak, aynan ana shu kunlar biz bo'lamiz. Aslida juda katta maqomimiz borligini bilmaymiz. Aslida juda katta darajatlar berilganligini bilmasdan arzimagan narsalarni oldida mana shu darajatlarimizni tayyor qilamiz. Narsalarning arzimagan narsalari uchun qandaydir dunyoviy ashyolarning oldida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni ko'rishga mushtoq bo'lib yashaganlar. Hozir aka osh ekamiz. Ha, mana endi bu tushko'lash marosimi deydi. Oshdan chiqib olib. Aka, charchamayapsizmi harakatlar bilan? Mana Naimboy bilan uchrashdik, oshda, qilgan oshlar. O'zlari to'y arafasida. Mana uxlamayotganlar shunda sezib turibdi. 10 kundan beri uyqu yo'q. Qaytik boray mana. Yaxshi boringlar. Yaxshi edi. Telefonnamiz. Charchab qolmaysizmi to'ydan harakati bilan? Yo'q. Juda chiroyli bo'ldi, zo'r bo'ldi osh. Juda yaqindan oldim, blog yo'q. Uyalib ketyapsiz. Yana kelinglar. Rahmat. Xudoga zo'r charchab qolyapsiz. Mana tirik, bunday bo'lib. Burada bilan chiqaylik. Rasm. Ya chiqarsan.